8 yil sevishib va nihoyat turmush o'rtog'im bilan turmush qurdim. To'ydan oldin bu oilaga ayniqsa Ovsunimga dim havas etaradi. Sababi qaynonam har safar bizlara sovchilikka borganlarida Ovsunimni dim maqtaradilar. Odobli, o'qimishli, o'zine gelar getar gapni biladigan, eng muhimi tarbiyali oiladan chiqqan qiz deradilar. To'yimiz bo'lincha turmush o'rtog'imni Ovsunim haqida ko'p so'rab, qaynonam aynan Ovsunim yoqadi, men ham shuning gelin bo'laman deb dim havas etaradi. Biz bo'ldi 3 oy o'tmasdan qaynona va qaynotam Rossiya o'z ishlarini qaytib ketdi. Uy Ovsun va menga qoldi. Men orzu etgan, havas etgan Ovsunim umuman qaynonam ketgandan keyin boshqacha bo'lib qoldi. Qaynonam ketib, Ovsunim 1,5 yashar qizini menga tashlab ishga tushdi. Ishga ketishdan oldin hamma ishlarni atido 1 gram damomidon darajada buyurib ketaradi. Ozon bilan sal uxlab qolib geç tursam urush. Hatto ota-onam uyina ketish uchun ham undan ruxsat olishim kerak ekan. Atigi 2 yil bo'lgan undan bu oilaga gelin bo'lgan. Men har kuni uni qizini boqaman, o'qata qarayman, uylarimni tozalayman, u gelincha hamma ishlarimni chinnidan atib qo'yaman. Lekin ishdan kelgandan keyin hamma yerni tekshirib, urushatib, даже qaynonamacha yomonlashni boshladi. Bu gaplardan xabar topgan qaynonam erimman der gap boshladi. Bugun erimdan so'kish eshitish bilan birgalikda tayoq yeyishdan boshladim. Ovsunim asabini hazzatib tomosha etdi. Ayting desam dim ko'p gaplari bor, jonimdan ham do'ydim. Men orzu etgan oilam, u havas etgan Ovsunim nerlarga ketib qoldi bilmayman. Hatto bu oilada yashasam ham gamin qoldi. Ovsundan hech qachon do'st chiqmaydi. Ovsun yov deganlari dim to'g'ri ekan. Sizga yozaman desam ayta olmaydigan gaplarim dim ko'p. Iltimos menga maslahat bering deb bir obunachim yozibdilar. Qizlar, men birginagina gelinman. Ovsun nechik bo'lishini umuman bilmayman. Ovsun bilan yashab ko'rganlar iltimos beminnat maslahatlaringizni beringlar.